Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan o'sha men Tayper. Xo'p do'stlar, bugun men juda ham o'zimga zo'r ishlar qilib qo'ygan. Yo'q, kim chaqiryapti? Salom Frodo, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ehtiyot bo'ling, qanaqadir g'alati qishloqqa paydo bo'libdi. Hamma o'shandan cho'chiyapti, siz ham ehtiyot bo'lib yuring, tushundingizmi? O'zingizga qarang faqat. Bo'pti, xayr. Bo'pti, okey. Qanaqa qishloq deydi? Yo'q, umuman tushunarsiz. Qanaqa g'alati qishloqqa, qanaqa bo'lishi mumkin umuman? Yo'q, qanaqa menga xavf solmasa bo'ldi. Yo'q, ana u tarafda nimalar bo'lyapti? Kim uy yonyapti? Salom qishloqlar, nima? Frodo? Ha, shunaqa. Keyin bizda Frodo o'lib yotgan ekan. Kimdir uni pichoqlab ketibdi. Nima? Yo'q, Frodoga nima bo'ldi o'zi? Aytaman-ku, nimaga gapimga quloq solmayapsan? Pichoq solib ketishibdi. Bo'pti, unda biz tezroq politsiyaga telefon qilamiz. Yo'q, Frodo. Nima bo'ldi endi? Afsus, bunday bo'lganini bilganimda ertaroq Frodoning oldiga borgan bo'lardim. Yo'q, xatmi? Sizni ko'rt ofisida kutaman. Yo'q, ko'rt ofisi? Nima edi u? Qanaqa ofis edi? Adashmasam bu haqida eshitganman. Bunisini hisobga qo'yamiz. Ko'rt ofisi adashmasam shu atrofda edi. Okey, hozir borishim kerak menimcha u ko'rt ofisiga. Okey. Men seni kuzatayotganimni bilmaysan, Tayper. Xo'sh, menimcha shu ofis bo'lishi kerak yokida oddiy uy? Yo'q. Salom, mening ismim Terri. Men shu ofisning boshlig'i bo'laman. Tanishganimdan xursandman. Tayper sizni oldindan kuzatardim va yaxshi taniyman. Xullas, siz bilan gaplashadigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hozir qaysisidan boshlashni ham bilmayman. Xullas, yomon bitta aqldan ozgan jitel bor edi. Xullas, o'sha haqida ishlarimiz bor. Faqat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Unga asosan tayyorgarliklar ko'rishimiz va uni qo'lga kiritib o'ldirishimiz, ya'ni yo'q qilishimiz kerak. Tushunarli bo'lsa, biz ertadan siz bilan ishlarni boshlaymiz. Ha, ular men haqimda gapirishyapti. Men sizlarni baribir o'ldiraman. Hali ko'rasanlar. Xullas, sizga gapirganlarim tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugunga yetarli. Ertaga kelsangiz birga mashq qilamiz. Xo'p, yaxshi. Okey, u haqida anchagina tushunchalar egallab oldim. Nima sababdan aynan men? Oy ham to'lin bo'pti, yo'q. Aynan meni tanlashdi. Nima sababdan unaqa tushunarsiz? Mayli. U aynan sizni mo'ljal qilgan dedimi? Yo'q, ishqilib menga xavf solmasa bo'ldi. Bugungi mashg'ulotimiz, siz mana bu qurollarda o'q otasiz. Mana bu nishonlarga biz sizni ichkaridan kuzatib turamiz. Okey, bo'lmasam boshlayvering. Xo'sh, yaxshi, buni ham olamiz. Okey, shu nishonlarga otishimiz kerak. Bir chekkadan boshlaymiz, bo'lmasam let's go. Yaxshi, necha 8,5 metrdan o'q otyapman. Bularga yaxshi. Okey, zo'r. Endi esa keyingi qurolga o'tamiz, menimcha. Ha, bo'ldi, shuni olamiz. Okey. Zo'r. Endi bo'lsa boshlaymiz. Let's go. Yaxshi va yaxshi. Juda ham zo'r. Bu namuncha katta qurol bo'pti, buni ham olamiz. Endi mana yaxshi, juda ham og'ir ekan, hamda qiyin. Otish juda ham qiyin, atachasi o'ta ham kuchli ekan. Xo'p, endi kamonda nima kerak bor? Mayli, kamonda ham otib ko'ramiz. Menimcha qani otiladi bu? Mana, u faqatgina bitta o'qi bor ekan. Yo'q, yana bitta o'q bo'lganda yana bir marta otib ko'rardim. Koryak, men yoqtirgan qurol. Juda ham yaxshi qurol, menga juda ham yoqadi. Yaxshi. Zo'r. Yaxshi, hammasini qilib bo'ldim.
qurollar qolmadi. Endi esa hammasini joyiga qo'yamiz. Okey. Okey, buni ham qo'ydik. Buni ham qo'yamiz. Ha, koryakni o'qini tugatib qo'yib, bu esa o'zimga olib olaman. Yaxshi, qolgan o'qlar turib-tursa, hammasi joyida. Endi esa ichkariga kiramiz va natijani ko'ramiz. Natija a'lo baho, juda ham yaxshi. Hammasi zo'r, nishonlarga aniq tekkizdingiz va xayr. Okey, bo'pti, xayr. Yomg'ir yog'ib yuboribdi. Bu yerda esa golemlar. Yaxshi. Yomg'ir yog'adimi? Shunaqa paytda ham. Okey, mayli. Yo'q, golem bu yerda turibdi. Bu yerdan chiqib olamiz sekin. Yo'q, bu yerda ham golem bor. Endi esa sekin astalik bilan uyimizga kirib olsak bo'ldi. Va nihoyat uyga ham kirib oldik. Bugungi kunimiz juda ham yaxshi o'tdi. Menga juda ham yoqdi. Sandiqda esa har doimgidek shu narsalar va hammasi tugadi. Yo'kida uni men yo'q qilaman.